Diqqat, O'zbekistonda iyun oyi ham boshlandi. Iyun oyining pensiyasini kutib o'tirgan fuqarolarga tezkor xabar. O'zbekistonda iyun oyidan boshlab pensiyalarni to'lash sanasi o'zgardimi? Barcha fuqarolar tezda xabardor bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. O'zbekiston va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi va dolzarb xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling. Iyun oyi pensiyasi qachon to'lanadi? Yangi oy kirdi. Pensiyam plastik kartamga qachon tushadi yoki naqd pul shaklida? Iyun oyining pensiyasini qachon olaman kabi fuqarolarda savollar tug'ilishi tabiiy. Pensiya jamg'armasining tuman shahar bo'linmalari har oy to'lovning 2-kuniga qadar topshiriqnoma, ya'ni vidimoslar shakllantiriladi va vidimoslar oyning 4-sanasiga qadar pensiyani fuqarolarga yetkazib berish yuklatilgan tashkilotlarga taqdim etiladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 4-maydagi 5102 sonli qarori bilan pensiya to'lovlari uchun talab etiladigan mablag'larni pensiya jamg'armasi har oyning 5-sanasiga qadar pensiya oluvchilarning shaxsiy hisob varaqalariga, plastik kartalariga moliyalashtirilishi belgilab qo'yilgan. Xalq banki tomonidan naqd shaklda pensiya oluvchilarning mablag'lari tasdiqlangan grafiklar asosida sayyor kassalari tomonidan har oyning 4-sanasidan 27-sanalarida mahalla fuqarolar yig'inlariga borgan holda to'lab beriladi. Yuqoridan kelib chiqib, pensiya jamg'armasi tomonidan bank plastik kartalarida pensiya oluvchi fuqarolarning pensiya mablag'lari 5-iyungacha, naqd pulda oluvchi fuqarolarning pensiyalari esa 27-iyun sanalariga qadar to'lab berilishi reja qilingan, deyiladi xabarda.